Salom hammaga, sizlar bilan Feruzbek Studio. Bugungi mavzumiz ijtimoiy mediada tahdid va xavf-xatarlar. Ushbu taqdimot ijtimoiy mediada asosiy tahdid va xavf-xatarlar ochib beradi. Shuningdek, ulardan himoyalanish yo'llari haqida ma'lumot beradi. Ijtimoiy medianing ta'rifi va ahamiyati. Ijtimoiy media bu foydalanuvchilarga kontent yaratish va almashish imkonini beruvchi platformalardir. Ahamiyati: ushbu platformalar shaxsiy, ijtimoiy va professional hayotda muhim rol o'ynaydi. Ular aloqa, axborot almashish va hamjamiyat qurish uchun ishlatiladi. Afzalliklari: global aloqa, axborotga tezkor kirish, marketing imkoniyatlari. Shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi tahdidi. Ma'lumotlar buzilishi. Shaxsiy ma'lumotlarning ruxsatsiz kirish yoki o'g'irlanishi xavfi mavjud. Maxfiylik sozlamalari. Maxfiylik sozlamalari to'g'ri sozlash orqali shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish mumkin. Hacking hujumlar natijasida ma'lumotlar sizib chiqishi mumkin. Shuning uchun kuchli parol yoki ikki faktorli autentifikatsiyadan foydalanish zarur. Kiber tajovuz va zo'ravonlik. Kiberbullying. Onlayn zo'ravonlik va tahqirlash holatlari ko'paymoqda. Profilni bloklash. Tajovuzkor profillarni bloklash va shikoyat qilish orqali himoyalanish mumkin. O'zaro hurmat. Onlayn muloqotda o'zaro hurmatni saqlash mumkin. Kiber tajovuz qurbonlari psixologik va hissiy jihatdan zarar ko'rishlari mumkin. Bunday holatlarda yordam so'rash kerak. Yolg'on axborot va dezinformatsiya tarqalishi ni oldini olish uchun birinchi ma'lumotlarni tekshirish, tanqidiy fikr va mas'uliyat his qilish lozim bo'ladi. Yolg'on axborot tez tarqalishi jamiyatda salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Manbalarni tekshirish va tanqidiy fikr orqali dezinformatsiyaga qarshi kurashish kerak. Internet vositalari orqali giyohvand moddalar va noqonuniy faoliyatga jalb qilish. Birinchisi, ogohlik, shubhali takliflardan ehtiyot bo'lish. Ikkinchisi, xabar berish, noqonuniy faoliyatda huquqni muhofaza qilish organlariga xabar berish. Uchinchisi, ma'rifat, yoshlarni xavf-xatar haqida ogohlantirish. Ijtimoiy media platformalarida noqonuniy faoliyat uchun vosita bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda tezkor choralar ko'rish zarur. Ijtimoiy mediada yolg'on profil va identifikatsiya o'g'irlash. 3 turga bo'linadi. Birinchisi ehtiyotkorlik, ikkinchisi maxfiylik, uchinchisi xabardorlik. Yolg'on profillar orqali shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash keng tarqalgan. Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish uchun ehtiyotkorlik va maxfiylik sozlamalariga e'tibor berish kerak. Keyingi slayd. Bolalarni onlayn xavf-xatardan himoya qilish. Bu ham 3 turga bo'linadi. Birinchi tur nazorat. Bolalarning onlayn faoliyatini nazorat qilish. Ikkinchi tur muloqot. Bolalar bilan onlayn xavfsizlik haqida muloqot qilish. Uchinchi tur sozlamalar. Maxfiylik sozlamalar to'g'ri sozlash. Bolalarni onlayn xavf-xatardan himoya qilish ota-onalarning muhim vazifasidir. Nazorat, muloqot va maxfiylik sozlamalar orqali bolalarni himoya qilish mumkin. Keyingi slayd. Ijtimoiy mediadan foydalanish madaniyati va xulq-atvor qoidalari. Hurmat, boshqalarga hurmat bilan munosabatda bo'lish. Ikkinchisi mas'uliyat, kontent uchun mas'uliyatni his qilish. Uchinchisi haqqoniylik, yolg'on axborot tarqatmaslik. Ijtimoiy mediadan foydalanishda madaniyatli va mas'uliyatli bo'lish muhim. Boshqalarga hurmat bilan munosabatda bo'lish va yolg'on axborot tarqatmaslik kerak. Xulosa va tavsiyalar. Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy mediada ko'plab imkoniyatlar bilan birga xavf-xatar ham mavjud. Tavsiyalar: ehtiyotkorlik bo'lish, maxfiylikni saqlash, ma'lumotlarni bo'lishmaslik. Ijtimoiy mediadan foydalanishda ehtiyotkorlik va maxfiylik saqlash va ma'lumotli bo'lish orqali xavf-xatardan himoyalanish mumkin. Bugungi slaydimiz shulardan iborat edi. Sizlar bilan ko'rishguncha xayr.